Ana biz behli osh qilyapmiz. Sos ko'zlar soldik. Ana bilan buni soldik. Behli osh. Yasmina xon. Yasmina xon. Yana kuzim. So'zsin keyin solamiz. Yog'i qizarsin, keyin solamiz. Mana endi hozir ko'zlarni tashlaymiz. Ko'zlarni tashlaymiz. Mana dimladik. Mashinaga chiqarmoqchi bo'lgan ekan, ana. Behli oshimizni piyozlari qizaryaptilar mana. Piyozlari qizaryapti. Qizargandan keyin suzini solamiz. Hozir yaxshi qizarsinlar, piyoz qizarsa, osh chiroyli bo'ladilar. Mana piyozimiz qizardi. Endi suzini solamiz mana. Ana. Piyoz qizardi. Endi suzini solamiz. Bugün opamiz tug'ilgan kuni. Tuzam sovuramiz. Tuzga qarab tuzam solamiz. Mana endi tabiat so'ngida behli osh qilyapmiz. O'tlar yonyapti, mana chiroyli bo'lib, chirvay bo'lyapti. Tabiat qo'yna. Mana agarotimiz. Mana agarotda o'tiribmiz. Mana basenga suvlar to'ldirib qo'ydik. Mamacham ayta yuvanyapti. Mama, ashakijim, ey jonim meni. Ana, hozir cho'milishadi bolalar. Ana, o'chada osh. Ko'tarmagim bosh. Qaynayaptilar. Maqillab qaynayaptilar mana. Chiroyli bo'lib. Endi guruchini yuvib, guruchini solamiz. Agar behisi pishib ketgan bo'lsa, behisini olamiz. Agar qattiqroq bo'lsa, behisi bilan damlab qo'yaveramiz. Mana zirbayimiz qizarib, chiroyli bo'ldilar mana. Endi bunga suv qo'yamiz. Suv qo'yib, yana biroz qaynatamiz. Endi qaynaydilar. Olinmagan ekan. Mana behlari ham hil bo'lib pishibdi. Mana behisini endi oldik. Behlar rosa chiroyli bo'lib, hil bo'lib pishibdi. Behli osh. Mana endi go'shtlari qoldi. Oshni damlaganimizda ezilib ketadi, shuning uchun behisini olib qo'yamiz. Agar qishda yemoqchi bo'lsalar ham behli osh mana bunday qilib bekitib qo'yasizlar bankaga. Shakar solmaysizlar, shunday suv quyib, kipitok bilan bekitib qo'ysa bo'ladi. Keyin xohlaganlar ochib, xohlasalar kompot, xohlasalar oshga solishlari mumkin. Mana oshga biz soldik. Hozir guruch solamiz endi. Cho'lar yonyapti.
pishlayman. Mayli, kelishaversin. Siz sosizmi? Oson. Ziralar soldik hozir mana. Dimlaymiz. Endi videoga olsin. Mana endi dimlanadi. Chimol nima deydi? Necha qilmadi? Ziralar soldik. Behilar mana. Behili osh. Mana Bu baqa nima deydi? o'tini past qilib qo'yamiz. Endi oshdan beramiz. Ustiga buni yoqib qo'yamiz. Mana endi behini ustiga qo'yib Nasib oldim, qanday dimlanadi. Cho'milishdimi? Cho'milishgan. Mana oshimizni endi buzyapmiz. Behilarni alohida olinadi. Go'shtlarini ham ochadi. O'chaqda oshi baribir shirin bo'ladi-da. Juda shirin osh bo'ladi, xudo xolasa. Go'shtlarni ham olinadi. Mana. Mana endi hozir kasalarga solinadi. Sigir go'sht bo'pti, go'shtlari bilan mana. Chiroyli osh bo'ptilar juda. Bexisdan ham to'rg'isizlar. Oshimiz tayyor. O'chaqdagi oshimiz hali ko'pgina oshimiz. Hammaga yetadi, mehmonlarga, mehmonjonlarga. Yoqimli ishtaha hammaga.